To'rtinchi vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, kim dunyoviy narsalar tufayli qayg'uradi, u faqat mendan uzoqlashadi. Bu dunyoda u faqat qiynaladi, oxiratda esa faqat charchoq va azob topadi. Buyuk Alloh uning yuragiga tinchsizlik yuborib, udan hech qachon qutula olmaydigan, bee'tiborlik va azobni soladigan, hech qachon bartaraf bo'lmaydigan muhtojlik va doimiy ravishda hafsala beruvchi umidlar bilan to'ldiradi. Ey odam bolasi, har kuni hayoting qisqarayapti, lekin sen buni ko'rmaysan. Har kuni men senga rizq beraman, lekin sen menga shukr qilmaysan. Kamlikka rozi bo'lmaysan va ko'plikdan qanoat topmaysan. Ey odam bolasi, men sening taqdiringni har kuni belgilayman va har kechasi farishtalar sening yomon amallaringni menga olib kelmaydigan kun yo'q. Sen mening rizqim bilan yashaysan, ammo menga bo'ysunmaysan. Sen mendan yordam so'raysan va men senga javob beraman. Mening ne'matim senga yetib boradi, sening yomonliging esa menga yetib boradi. Qanday ajoyib sening Parvardigoring va qanday yomon mening qulimsan. Men senga bergan narsalaringni o'g'irlaysan, ammo men sening xatolaringni birma-bir yopib qo'yaman. Men sendan uyatlanaman, ammo sen mendan uyatlanmaysan. Sen mening yodimdan chiqasan, boshqalarni eslaysan. Sen odamlardan qo'rqasan, ammo mendan qo'rqmaysan. Sen ularning g'azabi va nafratidan qo'rqasan, ammo mening g'azabimdan qo'rqmaysan.